Tekshirish avtomobilida ko'p uchraydigan holat. Bu mashinamiz past yamalarda, politsiyalardan o'tganda doqillagan ovozlari bor edi. Bu mashinamizni orqa amortizatorlarini yechib olganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Orqa amortizatorlari pishgan, doqillab uryapti. Bu mashinamizga yangi amortizatorlarni olib kelib olganmiz. Ko'rib turibsizlar, shunda temir chashkalari o'rnashgan bo'ladi. Bu amortizatorimizda yeyilib tamom bo'lgan. Bu mashinamizga komplekt holatda ham yo'g'ini almashtirib beryapmiz. Ularning rezinkalari yaxshi ekan, o'zini eski holati. O'zini chashkalari ko'rib turibsizlar, ezilib, yonboshasi qiyshayib ketgan, rezinkalari yopishib ketgan, ezilib ketgan. Luft bor edi. O'zini temir chashkalari ko'rib turibsizlar, atroflari yeyilib, amortizatorda qirg'oqlarini yeb tashlagan. Bu mashinamizga biz komplekt holatda ham yo'g'ini almashtirib beryapmiz. Yangidek holatda 2 dona qo'yib beryapmiz. Chashkalari komplekt, 2 dona rezinka, ularninglari o'ziniki, 2 dona yangi mansurovdan amortizatorlar stanovka qilib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar.